adashmasam milisa olib kesib beradi, kashivoga turardi-da. Qarang. Bunday qilingchi. Rasmi bor ekan-a? Nimalar bu? Namozni o'rganaman deb yozib yurgan ekan-da. O'zbekcha qilib, a? Tasbihlar kimniki? Ayolingiznikimi? Ayolingizga, o'sha qiznikimi? Bu betlarni o'zingiz yig'ishtirib, aka, bitta so'mkaga solasiz. Bo'ptimi? Uni kichkina so'mkani olib keling baqa. Ertaga marhumni jo'natayotgan paytimizda aka, agar men anular bilan gaplashaman, qo'shib jo'natib yuborish imkoniyati bo'lsa, jo'natib yuborasiz-da. Mana unda emasmi pasport? Shunda shekilli. Mana pasport. Mana. Yonda kashivogadagi kirtasan. Rasmini ko'rsatmay qo'ying. O'shab turingchi. Mana O'zbekiston pasporti ham bor ekan. ID kartasi ham bor ekan. Pravasi ham bor ekan. Mana shuni shunday olib ketaveramiz aka-men. To'njam bor ekan. Bu shotlarda pullari bo'lsa, ayalariga olib bering. Bo'lishi mumkinmi puli? Bo'lishi mumkin, ha. Ayalariga olib bering pullarini. Bu boshqa ishlamasi yo'q ekan. Bu dokumentlar ekanda bu. Melisalar ham shu yerda qaramabdi-da. Melisalar ham manchalik qaramabdi, ko'ryapsizmi? Juda qarayman-da. Xo'p, mana bu narsalari bor-ku aka. Hammasini bitta salafanga solib, nimasi bo'lsa, aka? Kiyimlar. Mana kiyimlarini ham, mana unda oching-da mana. Shu kiyimlarni hammasini aka. Mana unga soling bitta so'mkaga. Solib, polni ayasiga jo'natib bering. Ertaga shuni ham nimasiga qolib o'tirmang, gap so'ziga. Bu uyni topshirish kerak ekan, aka. Qarang, men shu qiz bo'lib o'ylab ko'ryapman-da, bunday kelganda, kelgan. Qarang, o'zini osganda ana zakolga tushib qolganda. Bunchalik darajaga ro'molga osgan dedingizmi? Qani o'sha ro'mol?